Dunyoda shunday universitet borki, talabalar darsdan keyin yotoqxonaga emas, qamoqxonaga ketishgan. Germaniyada joylashgan Heidelberg universiteti hozirgi kunda dunyodagi eng mashhur universitetlardan biri hisoblanadi. Lekin bu universitetni mashhur qilgan narsa ta'lim bilan bog'liq emas, balki 1778-yil bu universitet o'z qamoqxonasini tashkil qilgan. Bu qamoqxonaga asosan janjal qilgan, tartibni buzgan, shahar qonunlariga bo'ysunmagan talabalar qamalgan. Eng qizig'i, talabalar qamoqda o'tirgan holatda vaqtlarini bekorga ketkazdirishmagan. Qamoqxona devorlariga har xil rasmlar chizishgan, she'rlar yozishgan, o'z imzolarini qo'yib ketishgan. Bugunga kelib shu universitet qamoqxonasi hozirda muzey hisoblanadi va o'sha 100 yil oldingi talabalar qoldirgan she'r, yozuv, imzolar haligacha saqlanib keladi. Bemalol borib buni tomosha qilsangiz bo'ladi. Shunday qiziqarli tarixga ega bo'lgan universitetda ta'lim olishni xohlasangiz, bizga aloqaga chiqing. Qiziq ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.